Birinchi numurli qiz mehmon Pari, 24 yosh. Yurti Urumchi shahardan. Hozir kiyim-kechak kasbi bilan shug'ullandi. Ikkinchi numurli qiz mehmon Raziya, 35 yosh. Yurti Oqsuv shahardan. Hozir girim do'kon ochdi. Uchinchi numurli qiz mehmon Maryamgul, 32 yosh. Oqsuv shahardan. Hozir shayada girim do'kon ochdi. To'rtinchi numurli qiz mehmon To'xtigul, 25 yosh. Yurti Qashqar shahardan. Hozir Tumur yo'l aqlish punktida ishlaydi. Birinchi numurli o'g'il mehmon Ali, 23 yosh. Yurti Urumchi shahardan. Hozir Urumchida satranchxona ochdi. Ikkinchi numurli o'g'il mehmon Rustam, 32 yosh. Yurti Urumchi shahardan. Hozir Urumchida do'kon ochdi. Uchinchi numurli o'g'il mehmon Nurshad, 32 yosh. Qashqar shahardan. Hozir Urumchida loyilash kasbi bilan shug'ullandi. To'rtinchi numurli o'g'il mehmon Muxtar, 22 yosh. Yurti Qashqar shahardan. Hozir ma'lum bir shirkatda kassirlik xizmati bilan shug'ullandi. Salam ustozlar, salam ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Salam yigit qizlar, xush kelibsizlar. Programmamizning bu sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Programmamizning tajdorligini Xinjiang Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni izchil Xinjiang kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati ajri bilan ishlab kelyapti. Hech qaysimiz mukammal emas. Balkim birovlarni mukammal ko'rsatayotgani shu yaxni kamchilligi bilan qo'shib yaxshi ko'rayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Xo'sh, Elchi programmamizda yoshlarimizning to'g'ri yo'lni ko'rsatib berayotgan, yoshlarimizga hadilik, aqlliq yo'lini ko'rsatib berayotgan ustozlarni tanishtirib o'tay. Mingli advokatlik ish o'rnining pishqan tajribalik advokati Xalida Abdulzadam. Xalidada qarshi olamiz. Ustozimiz Xinjiang san'at sho'yanining professori Gulzar Temir muallim. Qarshi olamiz Gulzar muallim. Alqishliq psixika yetakchisi Ali muallim. Qarshi olamiz. Yigit qizlar. So'z beshida aytdim. Bu dunyoda hech kim mukammal emas deb. Qarshi tarafni qusur ko'zimizda kuzatsak, balkim bearam bo'ldig'ini yana o'zimiz bo'lishimiz mumkin. Qarshi tarafning ortiqchiligi, qarshi tarafning yaxshiliklarini ko'proq ko'zda tutib, suhbatni boshlab ketaylik. Undaq bo'lsa, tunji uchirish musobaqasini qo'lga keltiringlar. Kim chiqadi? Siz tunji uchirishda kim bilan paranglashib baqqingiz bor? 4 numurliq Mahirlar. 4 numurliq yigit bilanmi? Bo'ldi. Qani chiqing aynim. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ismingiz nima? Muxtar. Siz odatda nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Asosan oshxona ko'ychi shu, hisobot. Siz qanday rangni yaxshi ko'rasiz? Oq rangli, qora rangli. Odatda paypoq kiysangiz, oq paypoq kiyimsiz yoki qorni? Qora yoki ko'z rangli kiyim. Siz odatda Urumchi turamsiz yo Qashqar tarafda turamsiz? Shu Urumchi tarafda turaman. Sizning mendan savol so'raydigan bir savolingiz bor. Siz qanday rangni yaxshi ko'rasiz? Men odatda qizil rangli, shapka techka rangni yaxshi ko'raman. Sizmi Qashqardinmi yo? O'zimning yurt Qashqardan keyin xizmat o'rnim Urumchidan. Tosh yo'l idorasida moliya xodim. Siz kalchatni yaxshi ko'ramsiz yoki uzun chashni? O'xshash, o'ziga maskasi chiroyli qo'z bo'ldi. Mening savolim tugdi, sizning yana savolingiz bormi? Yo'q bo'ldi. To'limi qisqa bir tunji uchirish bo'ldi bu, a? Singlim, siz o'zingiz uzun chashni yaxshi ko'ramsiz, qisqa chashnimi? Men uzun chashni yaxshi ko'raman. Uzun chashni. Agar qarshi taraf o'g'il bola sizni bak yoqtirgan bo'lsangiz deylik, bu yaxni sizni bak yoqtirgan bo'lsa, sizga qisqa chash bak yarashadi deb qolsa, sinab yiqishni xohlamsiz? Men o'zim uzun mazgil uzun chashni qilib qolgan bo'lsam, qarshi taraf rasmiy yana desamdi. Cho'qim men yaxshi ko'rsa to'g'ri yo'l boshlaydi deb o'ylayman, lekin qilma.
Bak şikilendiniz ha. Demisimi? Uzun çaşını yaxşı gördiğin kızlar üçün aytqanda çaş kesiş xuddi terisining bir yer kesilib ketgandek, can ağrıyotgandek aşındaq bir kayfiyatlarni olib keladi. Xo'sh, çaş masalasini mishagicha to'xtatib, endi men qolgan yoshlarga fursat bo'lsin. Qani, kimlar qandaq paranglashib beqishni o'ylayapsizlar? Yaxshimi muallim, yaxshimi ko'pchilik. Men oldin qatim sonda yana chiqqan, bu qatim qisanda yana men o'ylagan tipdiki vallahi yo'q shu men hozircha gap qilmay turay. Siz tashqi qiyofat jihatdan hozir hukm qilib, mening nishonim yo'qdek turdi deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Paranglashib beqish jarayonida balkim o'zingiz, "Ey, mabala shumi nima?" deb qilish ehtimolligingiz bormi yoki hukmingizga ishonamsiz? Hukmimga ishonaman. Undaq bo'lsa, bu program oxirlashqicha sukutni tanlamsiz. Endi ma'lum bir paranglarning o'ttirsiga agar men yoqtirgan paranglar bo'lib qolsa, o'zimning tek fikrini berib baxsam degan xayolda. Tek fikr. Qarashlarimni o'tirib qo'ymandan. Ma'qul. Rustam. Men 2 nomerlik mayerdan savol so'rab baxsam, ruxsat qilsangiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ismingiz? Raziya. Oilangizda qancha jon bor? Ailemde hozircha opam, singlim, men 3 ailam bor. Singlimning kichik bir qizi bor endi. O singlim deganim o'zimning jiyan singlim meniki. Acamning qizi shu opamga hamroh bo'lyotdi. Sizning to'yishingizga o'zingizlar endi birasini topsangiz-chi. Odillar bo'pti deb qo'shilamdi yo bo'lmasa biz ayrim o'rlashtiramizdami? To'yishimmi? Hamina qarorimga yo'l qo'ydi-ku asosan. Men nima desam shu o'ydikilarga. O'g'il balaga qo'ygan talpingiz qanchalik? Masalan, her jihatdan bo'lsin, masalan, ba'zan qizlar deydi-ku, pul bo'lsa, mashinasi bo'lsa, yaxshi turmush kechirsam ekan deb. Men o'zimni bir qisqacha tunishtirib o'tay. Menda hozir balkim Mayra siz bilsiz 72 sang bir chiqqan emasmi? Hozir toz yaxshimi emas ishlarchi. Shunga men ba'zan ishlarga sal aldirab qilib emasmi, uyda opam yolg'iz qoldi yani. Qarab baxtim, necha sanga chiqib, ko'z baxtim, shu udulimdagi qiz, hamda bir xil nima deymiz, bir uy qilalgidek, undaq bir tuyg'u badi-chu menga. Shunga uduli savol so'raganim. Rahmat sizga. Tushunganingizni. Sizning mendan so'raydigan savollaringiz bormi? Siz oila nechajon? Biz 3 bola, men balaning kichiki, bir o'g'il, 2 qiz. To'y qilganmi, qilmaganmi? Bir to'y qilib ajrashgan. Balangiz bormi deymi? Bor. Mening bir qizim bor, men to'y qilib ajrashgan. O'xshashganmiz. Uyda opangiz dadingiz ish kirsa hayotdi? Dadam bultur 10-joy tugab ketdi. Opam bor. Mening dadam tugab ketdi. Turmush hayot o'xshash chiqib qoldik ekan-biz. Boshqa savollar bormi? Rustam, balangiz o'g'ilmi, qizmi? Balam qiz. Kimda, opisidimi? Cho'ng opisining qishida. Ya'ni burunqi qiynapingizning qishidami? To'g'ri, to'g'ri. Odatda bir oy ichida qancha qitim yo'qlash fursatingiz bor? Bir oy ichida emas, bir oy ichida desangiz bo'larmikin, chunki bu yerda emas, Urumchida emas. Ha. Undaq bo'lgandan keyin yilda vaqtim chiqsa, bo'lmay qolsa, 1 yilda o'tganda men 3 yilda bir baramay qoldim. 3 yilda bo'lib ketdi bormag'ili. Bultur bir badam endi unutilib qoldi ekan-chu balamo. Aloqani uzib qo'ygan bo'lgandan keyin. Necha yoshda ayrilgan tanglar? 9 yosh kirdi. Hozir 9 yosh kirdi. Bola dashoq chiqqan chog'da butunlay menga o'tkazib bermoqchi, sotga chiqib degandim-chu, qaytarib olman desam. Bola dashoq chiqqan chog'da bo'lsin, hozir hamma o'qishimiz yerda qilayotgan bo'lgandan keyin bak qilganlar bo'lib ketsa, iqtisodiyatsin. Nadroq Qashqada. Qashqada. Mavu Raziya bilan azroq o'xshashlik taraf qizinglarning yosh jihatdimi? Ko'p farqi yo'q ekan-a? Men endi o'zim kichik to'y qilgan hisobchi, 19 yosh to'y qilgan, 20 yoshda bola yuz ko'rib bo'ldim. Hozir qizim 14 yoshga kirdi, yurishsam bo'lmaydi. Lekin yo'lishim qaraydi. Siz Urumchidami qandaqa? Shu Urumchidami yo boshqa yerdami? Men men Urumchida. Men Shoyodin, lekin Urumchiga to'y qilsam, men Urumchida urug' tuqqanlarim qo'llaydi, lekin qo'llaydi. Birdan qalqandan birni oldingizga qo'yib oldingiz-ku. Rustam bir xil sizni qo'rqitadigan-da ko'rinyapti-da.
Demek qulğunuzny dıng tutub anlan tuqqanlarım bacımı men şayalıq bolğan bilan Ürümçide yalğız emas deganni bir eskertib qo'ydi ya. Ulanmaysiz demoqchi. Qo'y, ishqinglarning taraqqiyoti xil tez bo'lyapti. Undaq bo'lsa, Bosim shunda keskin uydurlar, ko'ngil etkin deyalsiz. Alqi kömsem pişam, yapsam pişam, yeni birisiga bek işmeyeceğiz adam bilen çıkış bulamayman. Şuna uydurlar gaqsam hazır mijazimizmi, asosiyatin turmushimizmi o'xshib qoldi ekan-ku. Şuna men uydurlar gapini degan yerim. Boshqa. Bo'ldi. Yaxshi qildingiz, Rustam. Asli 3-chi bosqichdagi saqlab, yana kuzatgan bo'lsangiz, balkim biz ishingizga tep bo'la olmaymiz. Biz mishat turgan 8 mehmon hech qaysinglarning ishchinglardagini o'zinglar deb bermasanglar tep bo'la olmaymiz balkim. Chunki har biringlarga birdan ko'z qarag'liq emas. Biz faqat sizlar parang qilgan vaqtda undan keyin sizlarni ozroq bo'lsin tushunish imkoniyatiga erisha olamiz. Undaqda Rustam bilan Raziya davomli o'zlarining ishi ustida haqida o'ylanib tursin. Biz yana qolgan mehmonlarga fursat berib, qolganlarning paranglariga quloq solaylik. Mening ortiq gapim yo'q, men sukut turishni tanladim. Siz moma birinchi numurliq qizdek sukut turishni xohladingiz. Ha. Ma'qul. Men birinchi numurliq mayerdan savol so'rab baqsam. Qiz do'stingizga qanday talablaringiz bor? Bu gapni bunda deb beray. Mening qizlarga qo'ygan talabim yo'q asosiyatdan. Chunki men shu qizlar ma ilqa xizmat qilmaymasman. Har qanday qizlar bilamdi, cho'nglar bilamdi, kichiklar bilamdi. Men shu qizlarning orasida ilqa yurma har kunda. Endi ba'zan qizlar xato tushunadi, sen satrashganda boshqa qizlar bilan buni deb. Şu bana lazım ya, meni tushungan. Men chunki men qizlarning kasbini muatgan ki, men tushunib bergan adam bo'ldi. Sizningki oylik kirmangiz necha pul atrofida bo'ldi? Bir oyning ichida 10 mingdan 20 ming atrofida bo'ldi. Siz necha bala? 3 bala. Achingiz ya? Akam bor. Aslida bir singlim bor. Sizning menda so'raydigan savolingiz bor? Yo'q. Bu inimiz bize keskine. Aldığın sandımı esimli qilishcha qizlarga ortiq talabim yo'q deganda Ali bu bal o'ziga ishonganlikdan da'votidu degandi. Bu sandımı yana o'xshash savol takrorlandi, javob yana o'xshash chiqdi ya. Bo'ladi amsa. Biz tunji uchrashishni mishagichilik qilaylik. Meningcha bek majburlab siz gap qiling, siz parang qilib beqing desakmi, sıkıp suyunu çıkargandek bir aramçılıkla bulmuşsun. Biz endi köpçülük yaxtırdıgan, iş bulmaganda fikirni qanat qaqqıza alaydigan ikinci qadamni alayli. O bolsa-mı? Ortaq tushuncha hosil qilish, ortaq tunish. Qani ekran qaranglar. Hazır çektiniz bunu çekmeyeyim mi? O ne daha hazır çektin ha? Yarım saat bunu çekten tamak var. O çektiniz bu hazır. Oldu bu müşteriler taşlanaya bunu çekmem. Hey, vay. Konsolayma şükranızın ziyonlu bunu da çekmeye bunu. Bu pırttanla çeksen bunu ıntı çekmeyeyim ben. Hesap. Bedenge ziyonlu koğan kim amalba çekmeyimiz. Muşunlar bunu taşlayın. Sizlerin biz Hogo, mifen, bu açıkçılıklar tozsak mı yeysizler o? Kuma şu, kuma diye acında oldu. Ben mi şunu olsa kuma? Recep yigimlik geldi güzel. Ne? Hogo. Vaa, ne demdi? Ben isini çatak saldım ne isini seppa ya? Vay ya. Vay ya, güzel yine. Yektidan şu olsa polo olan kavap yiyelim. Ya, semirip gittin her polo insan. Ya. Vah, o gapni. Sen bir polovdan kavapni bir xogo yeganda yap bakmıdan. Biroq yap qo'ygan sen bir topda ko'p ketmaysa. Voy, mana yerim ko'mdingizmi semirib ketganimni? Ya. Polovdan kavap yesa ama apray. Hey, yegim ko'p ketdi. Do'q tutqizib o'zingiz yegimni keltirib qo'yingiz. Yeyma. Ya, bilan berib ketdilar, oqilama. Ya, men ziyon qildik ekan, kech yotamayman ekan. Qo'sqim og'rib. Bir qitimni qiyishdim bo'lmaydi. Uyga zor deyamsan? Ha. Qara, yesang o'zing yegina. Yo'q, o'zim berib. O'zim yolg'iz o'qishda o'tirib yemdim-a. Yemayman. Qara, o'zingga.
Ne bir deysan ya? Başta film qo'yilganda men diqqat qildim. Ma sahnaning ma tarafida bo'lganligim uchun o'g'illarning chiroy ifodasiga bo'pmush Rustam og'zi ichilib qoldi. Shunda huzurlanib ko'rayotgan, endi oxirida qanday bo'ldi shuning bilan? Oxiri har kishi ochiqlab mangdi. Chunki endi bo'sh kelganchu o'zini yoqtirdigan. Endi har kishiga nisbatan o'zini ochiqni bosadigan hamda nimiz tamoq chekishimiz, men bu chekman qo'yamdi. Buni yishirg'ili bo'lmaydi. Endi kayfiyat turaqlashtirilgan buningga bir odatlanib qilishchi bu xuma emas. Tamoq chekish. Odat bu bir. Tashlig'i bo'ladi, bo'lmaydi emas. Ayolning mu endi amroqga qo'yishga, endi o'z deb qo'ydi emasmi? Ashunga o'xshash bo'lgandikin deb u yoqning egisi keldi. Endi bir o'rtaq yerda chiqamida bir-biriga azroq yo'l qo'ygan bo'lsa, abobda qo'yga yeb kelaylik balkim ayoli abobda bir aytaq cheksiniz chekindi. Bo'g'itdi. Birasi yo'l qo'ysa tugaydigan ishchi bu. Oxiri menda cho'ngish emas demakchi. Ketmaydi ya. Shunga qarab kelib ketdi. Meningcha olsa hamda ma ayolning ma eri kuyniga yaxshi bo'ldi-ku, tamog'ini bo'lsa oz cheksa yaxshi erlarning salomatligiga. Endi 40 yoshdan mayziga yosh cho'ng'aydima o'pib kesal bo'ldigan, chigoyam bo'ldigan. Shaxsan mening akam ma shunday qilib o'pib kesal, chigoyam bilan meningki dadi bir apa belak akam tugab ketdi-ku. Ash kesal sabablik. Ham yushirin yurak kesilyapti hamda. Tuyuqsizlam vafot bo'ldi, o akam hozir 5 yil bo'lib qoldi. Dadam tugab ketib 2 yildan keyin shu akamda ayrılib qoldik. Dadi bir qo'saq boshqacha hamda. Shuningga hamda tamog'ini oz cheksa, ham bo'lsa bu ayolim kuynigandikin yo'ldishiga. Yo'ldishma ayolim qo'llab jura menga yolg'iz berib yesam, yeysam, oldingda o'tirib, aya yesamda, yemsamda, qishingda o'tirish beray. Deb menda qilgan bo'lsa, gipi bir yerdan chiqqan bo'lsa deb o'yladim o'zimchamda. Shaxsan men. Chuquma ayoli er kuynigandikin erma ayoliga yo'l qo'yish kerak-ku. Bu videodan ko'rib ayol kishi yo'ldishiga kuyindi. Lekin biroq ayol kishi shu xo'go yegim kelib ketdi desa, yo'ldish qilib, mening oshqoznim og'riydi, chuchuk narsa deb dedi. Lekin biroq yo'ldishi menga unda bo'lsa xo'go yeb kelayli deb billa emravlab bilan naqshan qo'yib muluk anglab o'tgan bo'lsa, billa yafparanlar qilib qilgan bo'lsa, ayolning birsa ko'ngli ichilib qoldi. Andan bu ish kelin taximmo andan tamoq tashlashdan ayolim yaxshi kelib qildi. Yo'ldishmi ochiq narsa manda ziyon qildi, yemang deb ishkaylan bir-birsiga kamchilikni deyishib yaxshi bo'lib ketdi deb o'ylayman. Xo'go opas bo'ldi deganlar qo'l ko'tarib beqinglar, o'g'il qizlar. Üç, olti. Mashqinglar nimani o'ylagansizlar? Mening o'ylaganim amdi yo'ldishi dedi emasmi yana? Anaqa, mening oshqoznim yaxshi emas. Yegan bo'lsa boshqa do'stlarimlar yeb kelgin deb. Aniqlamdi deg'u yana. Degandan keyin amdi ayoli asli yo'ldishining fikriga anaqa bo'ysunib, to'g'ri yo'l. Chunki uni tamoq chekmaydi deg'u, bir salomatlikning ziyonliq deb. Xo'go'mi odatdek biz abak omroq to'g'ri, lekin xo'go'ning jihiyatga salomatlik ziyonliq. Bo'lib erlar yaxshi ko'radi-chi uni. Amdi ayolning gapini yo'ldishimiz yirmagandan keyin menimcha amdi yo'ldishining gapini ayoli anglisi to'g'riladi deb o'yladim. Boshqa do'stlar bilan yetkaz bo'ladi. Aksiz bir-biriga yo'l qo'ysa deb o'ylabsiz-da? Endi bu erining salomatligi yaxshi emas ekan, oshqozni yaxshi bo'lmagan ekan, zo'rlab yeb uyga kirib yotganning foydasi yo'q. O'ylayman endi. Bahanachi. Oshqozni nachar bir qata yeb qo'ygan unchalar bo'lib ketmaydi. Tamoqni chekkizmi demasmi ayda? Uni ustiga Rustam o'zi xo'go yemaydi-a? Ha. Shoma aniq deb berayotman bu bir bahana. Sen menga chekkizmadingmi? Men bormayman. Ashundaq bu. To'g'rimidi alim olim men qiyos qilganlarim. Endi u o'chilish demoqchi bo'lsang. Ha, qisqa shaklda. Undaq bo'lsa natayin. Endi bu yerdagi masala bir xo'godagi masala emas. Ammo Rustamning degan bir gap to'g'ri, ya'ni bana deb. Bundash bir qandash erning xo'go yegisi yo'q. Unda olgandan keyin bu ayolim shunda akilib deyapti hamda. Har qanday bir ayol yo'ldishiga o'zining dadsiga akilgandek akilashni orzu qildi. Ham bu bir xil
danchun sap bir xil muhabbetning bir xil ifodasi amaliyotda. Ammo bu xil akilash ching'ung bo'lmaganda, ufti qazlanmaganda, masalan ufti qazlanmadi qo'yma qiz. Bu akilab bir xil huzur ololmay akischi bir xil shenchi qilib tashlab ketdi-ku. Undaqandikin bu qizda bu xil akilashdan iborat bir xil tabiiy tatliq bir hareketler bağansır azıydı. Azaygandikin bu ayarlandı şu bağansır bir xil nimdeyimiz fagon olanmaydı da. Aslında akil ayarlar degen akil fagon oldu. Fagon degen bir xil nur çeşip durdu güldek. Gül mü okşaş ko. Onda algandikin bu gül qanda qıldı itlib alıdığan gap. Bu itlib algandikin erinin güzüge texmo ters setrek göründüğün gap. Bu set görüngen ku texim itlib aldığın gap. Manım şuna ola ışın şunha yani yamallı çember 201. Şuna erlerin bir bağvenga okşaş buludu. Ayallar ameliyette şu bağdaki bir gül. Bu gülün qandaq bo'lishi bo'lmasligi amaliyotda bağvan bilan munosabatlik. Bir balimi şu. Bağdaki bir gül. Şu bağvanlardan qandaq muomala qilsa, gülmü shunga moslashib cho'ng bo'ladigan gap. Bu shunda avval. Bunda bo'lgandan keyin biz o'tgan salladim dedik. Ayollar bu xil huzurni, bu xil narsani topolmagandan keyin erlidan. Buni endi o'zimiz topayli deb bir nimdeyimiz kuchlik bir ayolga aylanishga to'g'ri kelayotgan gap. Bu kuchlik ayol ba'zi ayollar nazoratni yo'qotib qo'yayotgan gap. Shundan ba'zi turmushdagi krizlar yuz beryotadi. Shunga mening hamda film orqali tavsiya qildig'im nima deganda ayollar bu xil ballaj akilishni tashlamaslik kerak. Mayli uni yo'ldosh qo'shilmasin, ashundan bir xil ballacha ashundaq akilishni ballacha bir xil hareketlarni odam mangu tashlamaslik kerak. Shu vaqtlar anadeken uningdan kasallik jiroq turdi. Xushallik hamroh bo'ldi, kasallik jiroq turdi. Xushal odam kasal bo'lmaydi odat. Xushal odamning kasalligini asosiyatdan bo'lmaydi. Agar xushalsizlik nima esa kasallik aylandi. Shung biz o'zimizdan tabiatidagi bu ballacha bu xil mesela ballacha degandagi qiziqish, mesela sho'xlik, akilash, ochiqmi ballacha hissiyot amaliyotda. Buni yushamaslik kerak. Qo'rqish, qayg'urishlarning hammasi amaliyotda bir xil odam bo'lgan tabiiy hissiyot ifoda yo'llarida mushlarni menga yo'qotish bo'lmaydi. Alining bir gapi menda bir kichik uyg'unish paydo qilib qo'ydi ya. Masalan, ballacha hissiyot tavotidi. Hammamizning balalik aslimlarimiz bor. Agar bu bir agar bilan boshlandi ya, mumkin emas. Lekin agar mumkin bo'lib qolsa, mushu sahna turganlar qancha yishinglarga, ya'ni balalikdagi qancha yishinglarga qaytgan bo'ladinglar? 3 yosh vaqtim qaytdim. 3 yosh? Nimishqa? Onun eng tatlı vaqti shu 3 yoshdan 6 yoshga. Balkim 3 yosh vaqtingiz o'zingizning yodingizda bo'lmasligi mumkin. Yodingizda bormi? Nimishqa 3 yosh vaqtim yodimda bor, nimishqa yodimda bor. Ben 3 yosh vaqtimda akam tugab ketgan-chu. Şu 3 yosh vaqt deganda nayda ig'ir bir daji bo'lmasa asosiyatdan undaq esida qolmaydi va bir narsa esida qolmaydi. Qo'rqish esida qoladi. Qo'rqish tug'ilgandan boshlablar qo'rqishdan iborat bu jarayon odam badan saqlab oladi. Balkim nimadan qo'rqqanning halaqa mazmuni esida qolmasligi mumkin, ammo odam badani ashqil hissiyotni tutib oladi. Bu hissiyotni tutib olgandan keyin bu bir umr odam badanini kontrol qiladigan gap. Qag'alam danglarqini 14 yosh vaqtim qaytdim. 14 yosh. 14 yosh siz uchun alayda ahamiyatga ega bir yoshmi? 14 yosh vaqtim mening kichik bo'lsam tirishayotgan vaqtimdi. Hozirgidimi bek tirishayotgan. G'amim yo'qdi. Hozirgidek besimim yo'qdi. Masalan, qaysi jihatdan tirishayotgan vaqtingiz? Shu vaqtlarda shu o'zim ota-onamdan keyin bagimni xajlaydim. Ananikin shu maktabda o'qib degandekdan o'qamdi. Tirishchanligingiz o'qish jihatdanmi? O'qish shu jihatdan. Siz a'lochi o'quvchimisiz? Yo'q, men tuzuk o'qiy olmagan. Menimcha siz u vaqtda tirishchanligingiz emas, birsi g'amim yo'q degan rost. Yan birsi kallasi bir xil mingshang bor.
kelgüsüge nisbatan bir xil optimistik, umidvorlikqa to'lgan. Şuna bu xil holat odamni bir xil noayatda hayot kuch ega qiladi. Bu qizning 14 yosh vaqtigini shu hissiyotni seg'inib, shu hissiyotga qaytib kelsam bo'ldi demakchi amaliyotda. 14 yoshdan keyin o'qiy olmay qoldingizmi? Ha. Shundan keyin o'qiy olmadim. Demak 14 yoshgacha o'qiy oldingiz. Shunga 14 yoshga qaytdingiz keldi. Bo'ldi. Mening javob bergim yo'q. Bütün beray Maryam bilgan. Mening bo'lsa, men hozir 32 yoshga kirdim. Mening 25 yosh vaqtim qaytib qolgan bo'ldi. Demak, balalik emas. Yo'q. Chunki men kichigimni tatib xeyli tirishqan, o'zimni qil o'ngishib olgan yaxshi ketib baratdim. Shu menaligi boshqalarga yordam qilma deb. Menaligi nima deb tushundisam bular. Keyin u odam bek ishonchsiz chiqib qoldi-ku. Demak, 25 yosh vaqtingizda bir zarba yegan masiz. Ha. Shu zarbini qayta yemagan bo'lardim demoqchiman. Shu ishga men yo'liqmagan bo'lsam deb o'yladim, lekin ammo hozirgacha shu mendek bir o'g'illarni qabul qilolmadim shu sababdan. Ha. Mening 6 yosh vaqtim qaytib qolgan bor. 6 yosh vaqtim qaytib kelsam, dadamga akilab, chiroyli zo'ra ko'ylakni kiyib, ayna o'ynab. Nima ko'ylak? Alqim to'y ko'ylak bor. Zo'ra ko'ylak. Kichik vaqtimda ayna deydim, shuna ko'ylaklarni kiyib, andan anam bilan uyab bas ayshib o'ynab, ayna esam deyman. To'yga berib, itaklarini tutib, so'rilibmi? Ashunda balliq chog'larimdan balliqdan qanğıç bozurasam deyim. Lekin qandalıkim bo'lsa hozir 5 deydi men 5 yosh kirib qoldim lekin qaytolmaydim. Ma qiz siz Maryam Gula sizni bayatın degan Mayra degan bayatın ishqa 25 yosh yo'liqdim dedingiz, shundaymi? Agar men sizni 24 yosh qaytirib etsam, misol qaytirib olsam-da, siz shu ishga yuz berishdan burun qaytirib etsammi, siz baribir u ishga yonib chiqaysiz. Chunki bu yerdagi siz uchirgan ish u bir tasadduqiylik emas. U faqat nima desa, sizning ishingizdagi ma'lum bir funinglarni tatib akildigan bir qonuniyat. Siz hargiz qochib qutulmaysiz. Balkim siz yana shu ishdan keyin bu tugun yeshib etmasangiz, ashning o'xshaydigan endi bimo'yan o'xshamasimi, ashning leysi ishqa yan yo'liqsiz. Odamning bir umri takrorlikcha yashaydi. Toki shu tekrar yuz berib atgan, ishqa sababchi bo'layotgan odamda bir funinglar bo'ldi. Mushini yeshib etmasak, o'xshash adam o'xshamaydi, urun o'xshamaydi, shakl o'xshamaydi, ammo xarakter jihatdan o'xshash bir ishqa yo'l qo'yadigan. Mening shu 14 yosh vaqtim qaytgan bor. Chunki bir imtihonga kechib qolgan sabablik mana vaqaslar beramagan sabab. Hisobda men rasm kasbni eng yaxshi ko'rdim. Men san'atga qiziqaman. Hamda o'ydikilar qarshi to'simiz satrashlikqa o'ydikilar boshda unmagan. Men rasmga baygan chog'da ular undan qo'llaganda bir mashina sabablik bo'pqab aniki imtihon kechib qolgan. Shuning bilan men aniki satrash kasbini tanlab 5 yil o'rgandim. Shaman turib. Shunga men o'ylasam satrash balki mava satrash emas, grim hammasi san'at kirdi. Bu odamning san'ati bo'ldi hisobda. Bizlarga go'zallik intilganga. Shunga men hozir pek o'qimayman, ammo yana desam shu yana rassomlikqa intilg'im bor. Bir afsuslanish bo'lganda, bir qitimliq hodisa taqdirimni o'zgartirib atgan deb o'ylaydi ekansiz. Shu birinchi nomorliq mayirga menga bir taklifim bor. Ko'nglingizda shu orzuyingiz bor bo'lsa, yilqi chet eldagi ma'vu dangliq futbol chulpanlarniki, dangliq basketbol chulpanlarining bosh tarafining keyindagi chach ag'a vaqtidagi har xil suratlarni ko'rsizlar-ku. Oshlarning hammasi shu go'zal san'at bilan shug'ullanganlar. O'zi yaxshi ko'radigan kasbni o'zining kasbi qilayotgan ish orqali isbotlaganlar. Agar siz go'zal rasm sizni yaxshi ko'rgansiz, shundaqmi? Sizga yana fursat bor. Siz chach ag'a vaqtingizda o'zingiz o'ylaganlaringizni shu keyindagi shu chashqa o'zingiz o'ylaganlaringizni chiqarsangiz bo'laverdi degan gap. Menga bu armonda qolmang.
Özünüz qılıvatqan iş orqali avu özünüzдің arzuyuңызды ifadalasanız, aşındaq çaş ağızlıqlarga qancha pulga çaş ağızlıqqa bilemsiz? $5,000, $10,000 aşı çaşını ağızlıqqa. O neçə gün qalmay ösüdüğü o. Neçə min dollarlar ağızlıqqa şu çaşını. Demek o mu bir sanat. Aşını yarata alsanız alayidliğiniz buldu. Hem aşı kesiptimi sizni izleydiganlar çıkıdı. Buldu, rahmat. Bulamdike? Buldike. Ben hazırlık turmuşum şuna razı özlemdim. Ben burun qaytqım yo'q. Çünkü ben burun yaxshi bola emasdim cho. Nima? Ben burun yaxshi bola emasdim. Şundan burun turmuşumga yoki burunqa kichik vaqtlarimga, yosh vaqtim qaytqım yo'q cho. Men çünkü hazırlık özlemden intan razı. Çünkü nima deganda ben hozir tish özümning arzuyimni qilayotgan vaqt cho. Özümning arzuyim nima ekanligini topgan vaqt. Şuna hozir ham burun qaytqım yo'q. Mushibti, davomli tirishib. Ben şu 2-3 yaş vaqtimni yaxshi ko'raman. Texnik kichik vaqtlar ekan, ha? Guddak sebi omaq vaqtlarim. Balkim o vaqtlar sizning yodingizda yo'qda 2 yosh degan faqat yodida qolmaydi deb o'ylayman. Yo'q, endi opamda anglagan. Bak o vaqtingiz degan Talmanga vaqtlarda yugurib qechib tutuqlamayotgan vaqtlarda o. Biz 2 yaş vaqt degan o adamning emas, pitningmi? Nayt umaq vaqtlari bu. Nimaning? Pitning. Ha. Mushuk eshakmi kichik vaqtida nayt umaq bo'lgan narsa. Pitning deb urug'liq degicha kuchuk desangiz bo'lmadimi? Yo'q, hamma hayvon har qanday narsaning kattami chumuluningmi? Kichigi umaq bo'ladi. Bu o'rtaq narsa. Chumulning cho'ng umaq bo'ldi. Chumulning ne cho'ng umaq bo'ladi? Chivin bo'ladi u uyg'onib ketsa. Chumulning yo'g'ini degan gap yo'q, chumul yo'g'an chivin bo'ldi. Endi nemishki odam satlaq qoldi. Nemishqa kichik vaqtida hammadamning omroqlik keladi. Mayli o'zimizning balsi bo'lsin, haqning balsi bo'lsinmi? Bir xil aşı jalb qildi odamlar, shuni ko'tarib olib, mijiqlab, suyab, bunday qiygiz keldi. Ammo cho'ng bo'lgandi-chu. Bu nim sababdan deganda odamning vujudida taqaydigan adamning vücudu to'xtamay chiqib turadigan andaq bir mundaq desam bir nur bo'ladi yoki energiya bo'ladi. Buning rengi bo'ladigan narsa. Xuddi chiroyli bir nurga intilimiz. Kulrang, qora bo'lib qochgandek odam uyg'ongan sari uning vujudini qorranglik bir energiya chirmab ketadi. Bu qorranglik energiya nima desa qo'rqish. Bunun siz yaqinlashgan sari sizda bearam paydo qildi. Shu ba'zi odamni siz ömrünüzde tanımaysiz. Ama yeniniz kelsa bakadan baka bearam bo'lib, uning yendan ketginiz keldi. U sizga birim dedim o yo'q. Ya sizga burun nacharlik qilmi yo'q, tanımaysiz. Ammo bakadan baka u tutib ketsiz, bearam bo'lib ketsiz. Ba'zi odamlar bor, uning bilan bakadan bakaga jiroq ko'proq tuğunuz keldi. Mana muş tüpeyli nimasi ballıqda bu saplı energiya bo'lg'achqa uning energiyasi, uning endi tuğuz keldi. Gullarningmi shu, qushlarningmi shu. Ammo yo'g'ongan sira odamdan chiqadigan bu nurning rengi o'zgarib ketadi. Kul rangdan tortib qorulab ketadi. Ammo ba'zi odamlar balliqidagi nurni butunlay saqlab qolamiz-mi? Shuning yaqin oldiki bir xil sap holatini saqlab qoladi. Bu odamlar jalb qildi degan. Shunga masalan meni balliqim qayt men bir juti narsa eslayolmayman. Chunki men ta hozir qadar misolda balliqim yo'qotganim yo'q. Masaldan balliqim dadam bo'lsa akilayim, apam bo'lsa akilayim, balam bo'lsa o'xshash balliq holatim saqni qolganlik uchun men bunday qiliqqa balliqim qaysam bo'ldi deydigan bunda afsunarlik narsa. Apangiz qanday akilaysiz hozir qiyishingizda? Sog'lab suyib olaman. Ha. Ovozingizni mushbit chiqaramsiz, apo demsiz. Tojixonni mush qilyapsiz deb qo'yman. Nima? Tojixon deb qo'yman. Tojigulni opammasman. Tojixonni mush qilyapsa, yasnab otamsiz deb qo'yim shu odat. Qaydaroq deb otishda. O akilashmas sizga? Akilashmamda. Manda qandaylik bir hurmat, pachat degan narsa mavjud emas. Faqat nima desa, ballacha akilash bor. Amniyat hurmatmi, amniyat muhabbet emas. Hurmat, amniyat muhabbatning aksi. Biz hurmat talab qilgan yoki biz hurmat talab qilgan odamlar bilan menga do'st bo'lolmaymiz. Faqat nima desa kichik munosabatni saqlab qola olamiz. Ham ozodim bo'lolmaymiz. Do'stlik, muhabbat, hurmat bo'lmaydi.
nima bo'lsa u yersiz bir xil yuksak darajada erkin rohatlik bo'ladi. Bu xil rohatlik odamlardagi yurakni, qalbni yaqinlashtiradi. Shu kishilarning boshqalardan hurmat talab qilishi amaliyotda nima desa, bu bir fununliq hisoblanadi. Biz qaytqili bo'lmaydigan, mumkin bo'lmaydigan tunigullarni ancha-muncha eslab qo'ydik. Shu bahonada yoshlar bir-biringlarning o'tmishi, aslimisi haqida az-to'la tushunchaga erishdinglar. Maqsad qandaqdir o'tmishinglarni ko'chilash bo'lmasdan bir-biringlarga tushunish bo'shlig'i hozirlab berishdan iborat edi. Xo'sh, mush bahonada men Xaldadamdan bir qonunga oid savol so'ray. Xaldada ma'lum bir qizni kichigidan boshqalar, ya'ni urug' tuqqanlar beqib cho'ng qilibdi. Shu ikki tuqqanlarning o'zaro kelishishi bilan bu qiz shu oilada cho'ng bo'libdi, nopus, ism familiyasimi shu oilaga tava bo'libdi. Lekin cho'ng bo'lib ma'lum bir kunlar kelganda bu qiz o'zining asli ota-onasini bilibdi. Shuning bilan qonun yo'li orqali asli ota-onasidan qoldigan mirosda mening ulushim bormi, yo'qmi degan masala ustida izlanishga boshlabdi. Sizcha ota-onasi tug'ib lekin baxmagan, boshqalar beqib cho'ng qilgan bir farzandning o'zining ota-onasining mirosida ulushi bormi? Bu miros xorliq varislik qonuniga munosabatli bir ishga agar ota-onasi shu bola tug'ilgandan keyin boshqa urug' tuqqanlarga beqib elishga berib o'tgan bo'lsa, o'z ota-onasi bilan bo'lgan ota-bolalik munosabat yo'qaydi. Shu kundan boshlab o'z ota-onasi bilan bo'lgan beqib elinish munosabati yo'qaydi. Endi ba'zida qanday ahvollar yuz berib qoldi deganda, beqib olgan ota-onasimi yoki tugab ketib qolgan yoki bo'lmasa og'riq sababidan beqib olgan bo'lsa-mu, u bolani beqib qarşıdan çıkamaydigan ahvol bo'lganda, ama o'z ota-onasi bir malda yoki urug' tuqqanlar bo'lgan bilib turib, u bolaning nopus hamma narsa qarshi tarafda, lekin bolani akib elib bunday boqadigan ish bo'ldi. Beqish majburiyatini ado qildi-da bolani. Unda bo'lgandan keyin u bunday ahvol ostida yana o'zining ota-onasiniki mirosiga varislik qilish huquqi bo'ldi. Endi undaq ahvol mavjud yo'qli deyli, o'z ota-onasi bilan boshqalarga beribdi deb faraz qilib turayli. Undaq ahvol ostida beqib olgan ota-onasiniki mol-mulkiga varislik qilish huquqi bor. Garchi tuqqan ota-onasi tuqqan bo'lsa-mu, hayot bor bo'lsa-mu va yoki tugab ketgandan keyin nurg'un mol-mulklari bor bo'lsa-mu, lekin beqishga berib o'tgan kundan boshlab o'z ota-onasi bilan ota-bolalik munosabat yo'qaydi. U chaqda navada o'z ota-onasiningmi beshiga kun tushgan vaqtida shuni men beqishga berib o'tgan, u mening bolamdi qaytib kelib meni baqsin desimi, qonun uning yo'l qo'ymaydi. O'z ixtiyor qilib men tuqqan ota-onamga bo'ldi men baqsam bo'g'dak desa, o'zining ixtiyori, uningga sen baqma demaydi. Ammo meni boshqalar baqqan, men ham o'z ota-onam tug'ib berib o'tibdi-ki, endi o'z ota-onamni mening beqish majburiyatim yo'q emas. Beqib olgan ota-onamning oldin xabar olsam bo'ldi desa, qonun to'g'ri. Rahmat. Gulzar Ma'lum, bayatınqi videoni ko'rish jarayonida men tuyuqsiz mundaq bir savol ustida o'ylanib qoldim. O'zaro yo'l qo'yish, bo'libmi er-xotinlar o'tirsidagi o'zaro yo'l qo'yishmi, muhabbatning bir xil ifodalanishimi? Albatta. O'zaro yo'l qo'yish, o'zaro hurmatlashish, o'zaro tushunish degan bu bir cho'ng, nayt yaxshi bir ish. Abayqi videoda mush ishkaylan bir-birisiga yo'l qo'ya olmay, oxir xap bo'lishib chiqib ketib qoldi endi shu xamiyanda, na? Demak, ular hamda shu bir-birisiga liqidek amniyat bular yo'ldishning oshqozini yaxshi emasligini ayolimi bilishi mumkin. Şuna tamak çekme, necin çekip kettin deydi. Ziyan qildi, salomatligini yaxshi emas degan bir ko'ngil bo'lish bo'lgan asli. Qiz qo'go yeyman, o bu deganda yo'ldoshi nimni oshqozim yaxshi emas tursa, men yemayman, o'zing ya o bu. Demak, shu masala to'g'risida asli o'zaro bilishadigan bo'lgandan keyin bu qo'go yeyman deb turmaslik kerak, birga yeydigan ish bo'lsa. Mesela ikisi birga talaga chiqdi, birga bir sirtdan bir yaxshi tamoq yeb mayli deydigan niyat bo'lsa, u yo'ldishni asrash kerak, xuddi tamoq chekma degandek, yaxshi sana oshqozonga foyda degandek ishida bilsimi, menda tamoq yeylimi deyish kerakdi. Qo'g'oni keyin do'stlar bilan, amroqlar bilan yevas bo'ldi.
yo'ldishimi Hogoni yigisi kelgan bo'lsa ayolning boshqa kuni yemdiq yoki sen ayrim balani do'stinglarni yoki yeb kelamisa deydigan o'zaro bir tushunish o'zaro asrash bo'lsa ham yaxshi bo'ladi deyman. Demak shu muhabbat yoki uy tutish er ayolchilikda zodi bu yo'l qo'yish o'zaro asrash degan bek muhim ish. Demisimi biz ufqimiz onun nimani yaxshi ko'rishi yoki nimani niyasi foyda ziyon. Anda bilib turib qasdan anda turib olsak rost xapliq chiqadi. Rahmat. Rahmat. Yuragimizdagini, his tuyg'ularimizni tilimizda, so'zlarimiz ifodalayapmiz. Endi biz ifodalab bo'lamagan qisman yo'shirin muhabbat tuyg'ularini bizning naqshchilarimiz sizlarga vakolatan ifodalab bersa qanday deysizlar? Lirik naqshlar bilan o'zimizning dunyosida birdan parvoz qilaylik. Qani naqshini birlikda anglaylik. Yürekten söygünüm, sen benim azizem. Ömürlük sırdaşım, sen benim yıldızım. Dilimde varım sen, arzu armanım sen. Kadirli hayalim, sen benim hayatım. Dilimde varım sen, arzu armanım sen. Kadirli hayalim, sen benim hayatım. Dileğim şu her kaçan bizge köz tegmesin. Kollarım için tutay, riştimiz üzülmesin. Hayatımın manası, gül beğenin gunçası, gözlerimin karısı, sevgilim sen azizem. Gamhanemde yiganem, pinhanemde yiganem, sen gönlümde bir tanem, sevgilim sen azizem. Sözlerim şirin şirin, canım sen eselim. Bir tanem gülüm gülüm, mihribanım benim. Hayatımın manası, gül beğenim gonçası, gözlerimin karısı, sevgilim sen azizem. Gamhanemde yiganem, pinhanemde
arzu armanım sen, kaderli hayalim sen. Benim tabak yiyinler bak hazır. Derhal telefon kılın. Şinjan'ın her kaysi yerlerden hemkarlaşık çakırımız. Mayli halangla, mayli halımangla. Mayli abla, baya sual soruyamay qaptı məmi dangla. Bərber vaqt şu yerге keldi. Biz ahirgi qararını chiqarish bosqichiga qadam oldik. Undaqda men yana bir fursat beray. Mening ichimda qolgan gaplarim batdi desanglar. Sualim batdi desanglar, hozirning o'zi mikrofon sizlarning oldinglarda. Sizin mənim apanız varken, benim apamın məsələn gep dedim, işkimiz toyup qalğan təqdirdə, benim apamın özünüzün apısında görüp əmdi. Şayağı apamı yoxlap baray desem, onun quşlamsınız, quşlamamsınız. Şunu bir soru alay. Benim birden bir apam qaldı için, ben şu apam deplam neçə vaxtım, neçə yılın yaqı yaşayacaq toylarını yandırıb attım. Hazır əmdi açamdan ki bir qız var Ayjamal dep. O sağlamın yoldaşı yok hazır. Şununla şu cihan sağlam apamın yeni qəmrə bulup, qarab atıdı. Ben şu iş köyünün arlığını qetirap yürüyme. Yezi köyge barma. Yezi köyünün işleri var. Apamın yeni kelime açtı. Hem hizmetimni qilma degandekçi. Şunun qo'shilsangiz endi sizin bir so'rab haqqim borchu. Mening apamni hurmat qila olsangiz. Bir yig'iz gap bilan yig'inchoqlay. Agar to'y qilib qolsak, apangiz qilishimiz kep tursiz bo'ldi. Tushundingizmi? Tushundim. Agar vasoq bo'ldi demakchi. Chunki ananing xizmatini qilish eng yaxshi. Men shu ashtaq birsini izlayotgandim. Qani biz natijaga qaraylamsa? 3, 2, 1. Nay sayaytining barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. Qani biz natijaga qaraylamsa? 3, 2, 1. Chiqinglar, oxir qarorni chiqargan bo'lsanglar, sahnaga chiqinglar. Kar kaşları Mübarek bo'lsin. Birinchi bosqichdalar, ya'ni tunji uchrashishdalar Rustam ko'ngildagini ifodalab qo'ygan. Mardonlarcha men bir necha sonda izchil diqqat qilgan qiz Roziya. Agar Roziya xohlasa, men Roziya bilan tushib ketmoqchidim degan yo'shirun orzusini ifodalab qo'ygan. Bugun Roziyamu eng oxirgi javob balkim Roziyani bakrak qoyil qilyaptimi, qandaq Roziya? Apangizni akvasaq puldi degan javob. Ashi chek besib qoldimi? Men eng muhimi shu apam uchun birdan bir apam qoldi. Shu apamni o'zing apsida ko'rib, hurmat qilib, mening qarorimga hurmat qilib, asrab, avaylab degandekchi, mening ikkinchi qatimliq tuyimni o'ylashib qilishimni o'zim necha yildan yoqi ko'nglim pikib kelgandim-chu. Bu 58 ko'rganlar ba'zanlar hamda xato tushunish paydo bo'lib qoldi-ki. Bu yigit topamay 58 chiqibdi deb o'ylab qolishim mumkin. Mening urug' tuqqanlarim bekchaqchu. Men o'ydikilarga demay keldim rasga qilsam. Elchi qatnashmay deb demay keldim. Faqatlam bir singlim bo'ldi, navir singlimchu. Shu singlimga deb o'ydikilarga demay turing hozircha. Hamda 58ga chiqish uchun hamda yaxshi yigitlar bor. Amma chiqib qolgan yigitlar chiqib qolar, ya bo'lmasa, shu o'qituvchilarningki, ustozlarningki taklif fikrini anglab bir xilalik kallamiz, ideyamiz echilib qolsa, uning ajab emas debchi. Shu sizlar uchun kelgan, lekin o'ylimga yadim Rustam chiqib qoldi. Bu meni ko'nglim fikrini men bitta endi anglayapman. Bo'pti, ishkinglar balkim bir-biringlar loteriyadan chiqqandek chiqqan bo'lib qilinglar. Shundaq yarishinglar. Endi Rustamga vakolatan Roziya, sizdan bir savol so'ray. Siz Rustamdan mening opamni o'z opangizda ko'ra olamsiz dedingiz. Rustamning birla opasi bor ekan. Sizmi o'z opangizda ko'ra olamsiz? Chunki men burungi yo'ldoshimninki dadasi opasini hamda o'zimning opasidan chaqirib ko'rib, boshqa uyga chiqtamsizlar yoki hamda biz bilan birga turamsizlar degan vaqtda men o'zim yo'ldoshimning oldiga o'tib, men qaynot-qaynonamni o'zimning dadasi opasida ko'rib, ashtamig'ini yetib kirqatini yuvib, shu uyda shu qaynot-qaynonamning tamog'ini assam mayli boshqa yoqqa ko'chib ketmayman deb, men lufangga ketmay, pong-pong o'yib qaynot-qaynonam bilan birga yashaganman chunki.
Agar shunchalik Rustamni holatda turmushda. ashundaq bir arzularda bo'lib, cho'nglar bilan birga turayli desa qo'shilamsiz. Qo'shilaman albatta, lekin men shu cho'nglarning xizmatini qilsam, o'zimning zo'r baxt deb o'ylayman-ku. Men bir xil o'zimning ko'ngliga o'xshatib qolamanmi? Bir xil bag'rim yumshoqchu, bir odam yig'lab kelsa, urishib kelsa kino oladi, bek yig'lab ketaman, o'ngay ko'zimda yosh chiqadi. Bu yeshim qurmidi meniki. To'la yig'layman ish qilib. Yoshmi ko'pincha vaqtlarda ah ko'ngil odamdan bakrak chiqadi, ha? Xo'sh, ishkanlarni uzatish oldi turyapmiz. Muborak bo'lsin. Hozircha cho'qim to'y qilinglarjimi degan majburlash yo'q. Qarab yiqqanlar. Her ishkanlar o'zinglarni to'xtatgan, beshinglardan ish o'tgan tajribanglar bor. Agar ko'nglinglar bir yerga kelib, haqiqatan cho'nglarning o'rtaq baxt tilishi bilan to'y musobaqasiga ulasha olsanglar, undaqda to'y boqini bizga avatishni unutib qolmanglar. Oldi bilan bugungi uchrashish so'g'isida Xinjiang Alchi to'y mulozimat cheklik shirkati ko'rish so'g'isida bir tal uzukni sizlarga hadiya qildi, oltin uzuk. Uni qabul qilinglar. Uningdan boshqa Xinjiang Uzchat xalqaro savdo cheklik shirkati ishkanlarning sog'lom, davomli yuqori kayfiyatda, yuqori xizmat önümüdə turishinglar uchun sog'lomlik mahsulotlarini sovg'a qiladi. Undan boshqa yana Xinjiang Lirika Biopan texnika cheklik shirkati har ishkanlarga go'zallik musobaqasi uchun sizga lozimli kirim buyumlari, Rustamga lozimli mahsulotlarni sovg'a qiladi. Qani qabul qilinglar. Az bo'lsin qabul qilinglar. Bak cho'ng eg'irlarni sahnaga chiqish absiz bo'lgani uchun sizlarga mushundaq yetkazib turdik. Qolganni yili qanday qatnash bilan kelgan bo'lsanglar, shunga sappas bo'ladi xizmatchi xodimlar. Endi haqiqatanmi Murat maqsadinglarga yetib to'y qilib qolsanglar, o'ylanish guvohnomasi olsanglar, undaqda oldi bilan Xinjiang Alchi to'y mulozimat cheklik shirkati ishkanlarning Shirnay sayohatinglarning barliq xarajatlarini o'z ustiga oladi. Ali ma'lumi o'zi ishlab chiqargan keyki kayfiyat tabletkasini sovg'a qilish bilan birga to'yinglarga katta sovg'atlar bilan boradi. Xayramsa, aman bo'linglar. Hozir sakindan tushdik, men Raziyaning qo'lidan tutib ketdim. Raziyaning bunga yarg'an taraflari bo'lsa, fikrlarimiz o'xshash chiqdi ekan. Uning ustiga oila sharoitimiz o'xshash bo'ldi ekan-ku, o'xshash chiqdi. Shunga men boshda chiroq saqlab qolish to'g'riliq o'ylashgandim. Raziyaning kutilmagan yerdan men chiroq saqlab qoldi. Mening o'ylaydiganim bo'lsa, endi men dastlab bosqish bo'ldi. Bili yenib tushdik. Bo'lsa, shu Shernay sayohatiga yakin bor. Raziyaning qanday ko'z qarashlari bor ekan? Men hozir sakindan Rustam bilan qo'l tutib ketdim. Buningga mening chiroq saqlab qolishimdagi hamda sabab buning turmush ahvoli, mening turmush ahvolimga o'xshab ketgan. Men garchi hamda yurtim shaya bo'lsin-mu, bu Rustam Urumchidan keldi. Buning ko'z qarashi hammalik meningki opamni o'zing opstab ko'rib hurmat qilib, men buni savol so'rashimdagi sabab endi. Birdan bir shu opam jafokash kuyimchan opam qoldi, dadam tugab ketdi. Shu sababdan men beqib cho'nqa opamga rahmat birinchi bo'lib. Mash barliq mash elti sahnasini qurib chiqqan ustozlarga Alijon muallim, Gulzar Temur muallim, Xolida muallim hamda mash riyosatchimiz Mayra Abdug'aniyadimizga ko'pdan ko'p rahmat aytmadan jafokash operator, rejissor Muşu keçini kündüz gulab, kündüzün keçi gulab biz üçün muşu jafo chekayotgan barliq muşu ishchi xizmatchilarga hammamizga mendan o'tliq salomlar olsun. Bizdinmi? Mendan hozircha. Shuning uchun hammanglarga oltin tunanglar aman bo'lsin, salomatliginglarni asranglar. Hammanglarga rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Elchi programmasiga bo'libmi men bak rahmatimni aytaman. Elchi programmasiga kelib Raziya bilan birga chiqib ketganimdan xursandman. Elchi programmasiga rahmat. Bo'lsa bizga o'xshash yosh bolalar, o'zining baxtini izlaydigan bolalar, davomli elchi programmasiga kelib o'z baxtini izlashini umid qilaman. Hammanglar javob topdinglar. Rahmat. Elchi programmasini ishlayotgan 100 qismda eshitdi. Undaqda mush programma ko'rgandan keyingi ta'sirotingiz to'g'ri o'rtoqlashib qolsak. Bu elchi programmasi yo'lga chiqqandan yaqin men nurg'un ishlarni his qildim. Bo'libmi hozirgi yoshlarimizning o'zi izlanib bir qiz bilan tunish bo'lolmayotgan avval aslida mushu elchi programmasi dal mana mushtaq yoshlarga nisbatan intayin yaxshi bir ulgu bo'libdi deb qaradim. Bo'libmi ba'zi yoshlar
özüge layık izleş, bunun kızlarının özüge layık izleş jarayonlarida nurgun xijolatchilik, nurgun besimlar uçuraydı. Ro'y besimlar uçuraydı. Bu ahval vasıda şu elçi programımızın yolu koyuluşu şu yaşlarımız nispeten intayın bir yaşı ülgü boptu dep qaradım. Hazırki yaşlarımız bulup mu kızlarımız o nispeten etqanda yüklep berip vay men siz bilen toyuqsam bulandı diyemeydi elbette. Ama oğullarımız mı şu cihetten nispeten etqanda sel türgünerak bulup sel canlıq bulup özününki keyinki turmuş ömrü nispeten şu işlarda sel judunarak bolsa kızlarını yaşarak bir tunuşup yaxşı kızlarını cemiyette yaş kızlar çıkken kızlarımız yaxşı nurgun yaş kızlarımız varken oğullarımız mı özünün bir hakiki bir erkeklik bir yolda şu keyinki turmuşumni bir yaşarak bir orlaştıray deydigan bolsa özü izlenip yürüp şu kızlar nispeten judunluk bilen kızlar özünün taleplerini oturup koyup özünün keyinki turmuşunu oylasa dep qarayman go. Şu nispeten bu programın oturup koyuluşu şu yaşlarımız nispeten intayın yaxşı boptu dep qaradım. Biz bugungi sanımızda Rustam bilan Raziyani oңushliq uzatdik. Endi qolgan ishlarning oңushliq bo'lish bo'lmasligi ikkalanning o'ziga bog'liq ishlar. Biz xush xabar kutamiz albatta. Muhabbatli safarlarimizni davom etaylik. Biz tushadigan bekatlar texi talay. Biz guvohchi bo'ladigan to'ylarmi texi talay. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamiz oxirlashi oldida biz bugun programmamizga qatnashgan yigit qizlarga ham sovg'atliklarimizni beramiz. U bo'lsa-mu Şinjan Uzjat Xalqaro savdo cheklik shirkati yigit qizlarimizga ta'minlagan sog'lomlik mahsulotlari. Texim tetik bo'linglar, ruhli bo'linglar, sog'lom bo'linglar. Qizlarga yana Şinjan Lirika Biopen texnik cheklik shirkati alohida ta'min etgan grim buyumlari va o'zinglar ishlatishga tegishli mahsulotlar qabul qilinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, elchi programmamizning tajdarligini Şinjan Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati o'zi ustiga olgan. Elchi programmamizni Şinjan Ilg'or Uymilik ichish cheklik shirkati, Şinjan Nur Aman Uymilik ichish cheklik shirkati alohida qo'llab-quvvatlagan. Elchi programmamizni Şinjan Lirika Biopen texnik cheklik shirkati alohida talab qilgan. Nanjing Manur 6-jihon xalqaro savdo cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlik o'rnatgan. Elchi programmamizni izchil Şinjan Kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati ajr bilan ishlab kelyapti. Kelar hafta biz bilan didorlashishni unutib qolmanglar, hikoyalarimiz uzilmaydi. Xayr xo'sh.